Zapusk va prodyusирование mavzusiga O'zbekistondagi rekordsmen bitta potokiga 500 ta studentni yozdirgan. Общий studentlar soni emas. Bitta kursga 500 plus student yozdirgan. Zapuskchi prodyuser, SMM-shik mobilograf, ya'ni zamonaviy sohalar eksperti M. Furkatovna sizlarga hozir zapusklar bo'yicha bepul darsli yozyapti. 500 plus sifrasini eshitib, zapuskchilar hozir ko'ziga yosh keladi, chunki bu rekordni hali urolmagan hech kim O'zbekistonda. Zamonaviy sohalar mavzusiga gaplashishni davom etamiz. Sizlar bilan o'sha SMM mobilografiya shaxsiy brend mavzularini bundan oldingi videolarida ko'rib chiqdik. Endi bo'lsa zapuskchi prodyuser. U kim? Nima ish qiladi? Qanaqa daromad topadi? Mana shu haqda gaplashamiz. Boshlanishiga o'zim haqimda mana birinchi marta ko'rayotganlar uchun ozgincha informatsiya. Dubaydagi SMM-shik M. Furkatovna 21-yilda Dubaydagi kompaniyamga asos solganman. SMM kompaniyamga mobilografiya va zapusklar bilan parallelni 21-yildan beri shug'ullanib kelaman. Hozirgi dataga qaraydigan bo'lsak, fevral 25-yil, o'sha 5 yil bo'ldi imенно Dubayda faoliyatimni davom etayotganimga. O'zbekistonda boshlangani undan ancha yil oldin bo'lgan. Natijalarim haqida aytib o'tishim kerak. SMM Zapusk shaxsiy brendimni orqasidan hozirgi kunga o'sha Dubayda 2 ta uyim bor, 2 ta mashinam bor va Dubayda va Toshkentda kompaniyalarim bor. Toshkentda katta studiya studentlarim uchun, praktikalar qilishi uchun, studentlarim bepul foydalanishi uchun va albatta klientlarimiz uchun professionalniy studiya asoschisi va Dubayda 21-yilda SMM kompaniyamga asos solganman va shu yildan beri faoliyat olib kelaman. 4 yil ichida o'sha 10 tadan ortiq studentimni Dubayga olib kelib, o'zim hisobimdan malakasini oshirib, anchaginasini ishda olib qoldim va hozir ular mana shu videoni yozishda menga yordam berishyapti. Va undan tashqari 300 dan ortiq studentlarimizni ish bilan ta'minladik. Faqatgina bilim berganlarimiz emas, ish bilan ta'minlaganimiz. O'sha 50 tadan ortiq studentlarni o'zimizni komandamizga olib qolganmiz, o'zimizda ishlashgan, ko'pchiligi o'zlari samostoятельно ishga chiqib ketgan, ko'pchiligi hali ham o'zimni komandamda ishlaydi, Toshkentda hamda Dubayda. Endi mavzuga qaytamiz. Zapuskchi prodyuser bu kim va nima ish qiladi? Zapuskchi yoki prodyuser bu bitta odam. Kimdir prodyuser deydi, kimdir zapuskchi deydi. Zapuskchi вообще kim? Zapusk so'zini oladigan bo'lsak, umuman zapusk не только bizani sohamizda, ya'ni prodyuser sifatida. Zapusk bu har bitta narsani starti desa ham bo'ladi. Zapusk новой kolleksiya, ya'ni yangi kolleksiyaga kiyim magazinlar tayyorlanayotganda, zapusk qilayotganda yangi kolleksiyasini ommaga olib chiqadi. Bu zapusk новой kolleksiya deydi. Zapusk нового продукта. Допустим, Apple'larni oladigan bo'lsak, har yili yangi modelini zapusk qiladi. Ya'ni tayyorlaydi va sotuvini ochadi. Bular hammasi bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, zapusk. Endi bizani imенно yo'nalishimizga moslashadigan bo'lsak, zapuskchi yoki prodyuser bu boshqalarni, ekspertlarni kurslarini, onlayn produktlarini sotuvida qatnashadigan odam. Ya'ni sotuvini qilib beradigan odam. Misol uchun ekspert bor, psixolog bor. U o'zini yo'nalishida ekspert, spetsialist. U odam bilim berishi biladi, konsultatsiya berishi biladi, bitta sohani egasi. Lekin boshqalarga bilim bermoqchi. Boshqalarga bilim bermoqchi, ya'ni o'zimizni tilimizda aytganda kurs ochmoqchi. Kurs ochishga programmasi bor, bilim bera oladi.
lekin u bilimni berish uchun odamlarni jalb qilishni bilmaydi. Bizani zapuskchi va prodyuser sohamizda biza imенно mana shunaqa ekspertlarni topib, ularni produktini sotuvida qatnashishimiz. Proses har xil bo'lishi mumkin ekspertiga qarab. Adan Yagacha prodyuserlar o'zlari qilib berishi ham mumkin. Aytaylik, bitta ekspert hali Instagramini даже yurg'izmagan, no bitta sohani zo'r egasi. Zapuskchi mana shu soha egasi bilan gaplashadi va programma tuzib chiqadi. Ya'ni Instagramni ochib, o'sha, допустим, psixolog bo'ladigan bo'lsa, psixologga shaxsiy brendini yaratish, unga kontentli joylashtirish, kontent g'oyalarini qilish, prodvigatsiya qilish, подписчиklarini sonini oshirish, aynan kursiga bo'ladigan talabni oshirish, mana shu har bitta prosesda zapuskchi qatnashadi. Zapuskchi prodyuser полный prodyusирование qiladi. Ya'ni o'sha ekspertni Adan Ya точкagacha yetkazadi. И o'sha ekspert, допустим, ekspertda produkti bor, kursi bor. Zapuskchi o'sha kurslarni sotadi. И daromadda, ya'ni общий olingan daromadda sizlarga прям hozir суженный variantini aytyapman. Qisqacha aytganda, ekspertda produkt bor, zapuskchi sotishni biladi. Ikkalasi kelishadi. Ekspertni kurslarini zapuskchi Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali, Instagram, TikTok, YouTube'lar bo'lishi mumkin, har xil plashatkalar bo'lishi mumkin. Mana shu plashatkalar yordamida mana shu kursga sprosni oshirib, kursi sotuvlarini qiladi va kelgan daromadda, mana shu prosesdan kelgan oxirgi daromadda ekspert va zapuskchi bo'lishadi. Zapuskchi nech pul topadi deganimizda определенный энный summa yo'q. Zapuskchi oyiga $1000 topadi, bo'ldi degan narsa yo'q. Zapuskchini daromadi $200 dan $200,000, $300,000gacha bo'lishi ham mumkin. U o'sha tajribaga qarab, komandasi qanaqa katta kichikligiga qarab. Demak, tushunarli, zapuskchi bu ekspertlarda kurslarini sotuvida yordam beradigan odam. Zapuskchi nech pul topadi? Ekspert bilan kelishgan holda общий kurslarni prodajasi bo'ldi. Kurslarni prodajasi misol uchun $10,000 ga bo'ldi. Kelishuvda ekspert bilan 40 ga 60 ishlashi mumkin, 50 ga 50 ishlashi mumkin, 20 ga 80 ishlashi mumkin. Bu o'sha ekspert bilan kelishiladi. Qanchalik katta объемni zapuskchilar o'ziga olishiga qarab, summasi, foizlari bo'linadi. В основном 50 ga 50. Ko'proq случайda 50 ga 50 ishlashadi. Bu degani $10,000 bitta запуск, допустим, $10,000 ga запуск qildi, ya'ni kurslarni общий sotuvi $10,000 bo'ldi. O'sha 50 ga 50 bo'linadi ekspert hamda zapuskchini o'rtasida. Bundan tashqari, zapuskchilar fiksirованный summaga ishlashi ham mumkin. Ya'ni 50 ga 50 bo'lishi degan moment emas. Chunki misol uchun 1 yilda ekspert bitta zapusk qilishi mumkin yoki ikkita zapusk qilishi mumkin. Qolgan oylari kelishuv bo'yicha ekspertni полный kontentini ham olib borish uchun prodyuserlar fiksirованный summaga ishlashi ham mumkin. Bular уже подробно sizlarga programma tayyorlaymiz. Hamma bilimlar ichida bor bo'ladi. Yana prodyuser sohasiga o'tamiz. Zapuskchilar nimalarni o'z bo'yniga oladi? Yana aytib o'taman, ekspert bilan kelishgan holda. Misol uchun, agar ekspertni o'zini sohasidagi bilimdan boshqa hech nimasi bo'lmasa, to prodyuser hamma narsani o'z bo'yniga oladi. Ya'ni shaxsiy brendni yaratish, shaxsiy brend, ya'ni Instagram, YouTube, TikTok kabi stranitsalar ochish, ularga kontent g'oyalar qilish, syomkalari, montajlari, progrefflari, stories progreff bo'ladimi, в общей сложности progreff bo'ladimi, hamma mana shu ekspertni
natijaga olib kelishda, shaxsiy brendini yaratishda har bitta momentni o'z bo'yniga oladi. Misol uchun, bizada shunaqa momentlar bo'lishi mumkin, уже tayyor ekspert, shaxsiy brendi bor ekspert bo'lishi ham mumkin. Уже ancha yillar davomida zapusк qilib keladigan, ya'ni kurslarini o'zi samostoятельно sotib keladigan ekspert bo'lishi mumkin yoki boshqa zapuskchilar bilan ishlab определенный darajaga уже yetib bo'lgan ekspert bo'lishi ham mumkin. Допустим, u ekspert bilan уже sal boshqacharoq ishlanadi. Faqatgina продажасini, mana shu oxirgi kursini продажasiga отдельный kelishuv qilib, kelishuv yordamida ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni zapuskchi не только zapusklarda, не только prodyusirovanyada tajribasi bo'lishi kerak, но и SMMda, mobilografiyada, shaxsiy brendda bilimlari bo'lishi kerak. Mobilografiyada bilimlari bo'lmasa, komandasi bo'lishi kerak. O'zi zapuskda zo'r, prodyusirovanyada zo'r, SMMda zo'r, но съемка монтажda не очень. To уже komanda yaratsa bo'ladi. Ya'ni zapuskchilarni komandasida отдельно zapusk, mana shu kontentlarni qiladigan odamlar, stories makerlar alohida bo'lishi mumkin, mobilograflar alohida bo'lishi mumkin, targetologlar alohida bo'lishi mumkin, отдел продаж alohida bo'lishi mumkin. Juda ham muhim yana bitta отдел, bu отдел продаж. Ya'ni продажalarni, o'sha kurslarni продажasini qiladigan komanda ham bo'lishi kerak. Chunki ekspert o'zi o'tirib har bitta odam bilan gaplashib, sotuv qilib o'tira olmaydi. Shunaqa qilib bizni zapuskchilarni ikkita turga bo'lib olsak bo'ladi. Bu kichkina начинающий zapuskchilar, ular, конечно же, начинающий ekspertlar bilan boshlaydi. Крупный ekspertlar и крупный zapuskchilar. Крупный zapuskchilarda уже полный o'zini komandasi bo'ladi. Sotuv отделi bo'ladi, mobilograflari bo'ladi, stories makerlari bo'ladi. Prям hamma g'oya qiladigan odamlari отдельный bo'ladi. Operatorlar даже отдельный bo'ladi, syomka bilan shug'ullanadigan odamlar, montajyorlar отдельный bo'ladi. Bu уже крупный zapuskchilarda. Kichkina zapuskchi prodyuserlar hamma narsani samoстоятельно qiladi. Keyin sekin-sekin со временем o'ziga komanda yig'ib boradi. Tajribasi oshgani sari, конечно же, komandasi ham oshib boradi. No, bitta narsani unutmasligimiz kerak, yaxshi zapuskchi обязательно bilish kerak bo'ladigan narsa bu SMM, mobilografiya va shaxsiy brend. Bular nimaligini, qanaqaligini bilmasanglar, bizani oldingi videolarimizda ko'rib chiqinglar. Как minimum бесплатный darslarimizda boshqalarda pul to'lab o'qiydigan bilimlarni bepul darslarimizda o'rganib olishinglar mumkin. Xo'p, SMM, mobilografiya, shaxsiy brend deganimda, mobilografiyada qanaqa modelni syomka qilish, qanaqa binolarni syomka qilish bilimlari bo'lmasa ham, ekspertniy kontent qanaqa olish kerak, nimadan gaplarni boshlash kerak, mana shu kabi bilimlar zapuskchida уже bo'lishi kerak. Agar siz bizani kursimizda уже o'qib chiqqan bo'lsangiz, to siz 100% aytolmayman, zapuskchi bo'lishga tayyorsiz. Chunki sizda SMM, mobilografiya, особенно ekspertniy kontentdan va shaxsiy brenddan уже bilimlaringiz bor. Siz уже zapusk yo'nalishiga kirsangiz ham bo'ladi. Endi zapuskchi prodyuser sohasiga ozgincha chuqurlashamiz. Siz zapuskchi bo'lsangiz yoki siz ekspert bo'lsangiz, qachon siz o'zingizni kursingizga start bera olasiz? Ya'ni qachon siz o'zingizni kurslaringizga sotuv ocha olasiz? O'zingiz kurs qila olasiz? Yoki zapuskchi bo'lsangiz, qanaqa yo'ldan siz o'zingizni ekspertingizni olib o'tishingiz kerak, ularni produktiga zapusk qilish uchun. Endi sohaga ozgincha chuqurlashamiz. Qachon biza zapusk ochsak bo'ladi? Agar zapuskchi bo'lsangiz yoki siz ekspert bo'lsangiz, qachon siz o'zingizni kurslaringizni ochsangiz bo'ladi? Hozirgi videodan keyin siz уже
начальный запуск bilimlarini olasiz va o'zingizni produktingizni o'zingiz samostoятельно запуск qila olasiz. Ekspertlar sizlarni tabriklayman. Bunaqa bilimlarni bepulga olasizlar. Qachon bizni o'zimizni kursimizga start bersak bo'ladi. Ya'ni o'zimizni kursimizni ochsak bo'ladi. Как minimum опыт работы. Siz bozorda o'zingizni sohangizda как minimum 2 yil davomida faoliyat olib borishingiz kerak. Misol uchun, men O'zbekistonda 18-yildan beri SMM proyektlar olib bordim va 21-yilda Dubayda kompaniya ochganimdan keyingina birinchi o'zimga kurs ochdim. Nimaga? Personal yetishmayotganidan. Ya'ni menda уже yig'ilgan tajribam bor va menda уже auditoriyam bor. Mani shaxsiy brendim yo'lga qo'yilgan va men уже o'zimni sohamda определенный natijalarga erishdim va o'sha natijamni qilgan yo'limni o'zimni opitimda boshqalarga o'rgata olaman. Как minimum siz o'zingizni sohangizni 2 yil davomida tajriba qilishingiz kerak. Chunki 2 yilda har bitta sohani qiyinchiliklari, plus minuslari hammasi chiqib keladi. Siz, допустим, bitta kursda o'qib chiqib, bir oydan keyin o'zingizni kursingizni запуск qila olmaysiz. Nimaga? Sizda tajriba yo'q. Chunki kursda eshitilayotgan informatsiyalar, kursda o'rgatilayotgan narsalar bu sizni nastavnikingizni tajribasi. Sizni tajribangiz emas. Siz u olingan bilimlar eshitayotganingizda sizga oson tuyuladi. Mana bemalol qila olaman deb o'ylaysiz. Lekin tajribaga kelganda hammamiz qiyinchiliklarga duch kelamiz. Eshitish oson, qilish qiyin. O'shaning uchun siz как minimum bilim olganingizdan keyin 2 yil tajriba qilib, mana o'shandan keyin o'zingizni tajribangizdan kelib chiqqan holda siz kurs ochsangiz bo'ladi. Ya'ni odamlarga bilim berishni boshlasangiz bo'ladi. Chunki meni o'zimda shunaqa holatlar bo'lgan, to'g'risini aytaman. Men o'zim komandaga ishchi olganman. O'zimda o'qigan, komandamda ishlab qolgan. Yaxshi ishlolmagani uchun ishdan haydab yuborganman. To'g'risi shunaqa ishchilarim bo'lgan. Mana ishdan chiqib ketib, ishdan haydalgan odam o'zini kurslarini ochyapti. Endi bu narsani men bilaman. No, ularni auditoriyasi bilmaydi-yu. Bitta ishni bajara olmagan odam o'zini kursini ochyapti. Misol uchun, bu bozorda katta problema, bu problema bilan biz hech qanaqasiga bellasha olmaymiz. Faqatgina siz o'zingiz kurs tanlayotganingizda yaxshilab hammani tenglashtirib chiqishingiz kerak va bozorda realna tajribasi bor odam, sizga bilim bera oladigan odam bilan ishlashingiz kerak, tanlashingiz kerak. Bu уже sizni o'zingizni qo'lingizda. Ikkinchisi, o'sha sohada o'sha natijaga erishgan bo'lishinglar kerak. 2 yil ichida bemalol ayta olamanki, sizlar o'zinglarni sohanglarda определенный natijaga erishgan bo'lasizlar va biror bir natijaga erishganinglardan keyingina kurs ochsanglar bo'ladi va albatta sizlarni keysinglar, ya'ni sizlarni qilgan ishinglar довольный klientlar bo'lish kerak. Ishonib ayta olamanki, 2 yil davomida siz o'zingizni tajribangizni oshirib kelsangiz, sizda bular hammasi yig'iladi. Sразу kursni bitirib kurs ochadigan bo'lsangiz, bularning hech qaysi sizda bo'lmaydi. To'rtinchisi bu doimiylik. Ya'ni siz qachon kurs ocha olasiz? Sizni sohangizdagi natijalaringiz kamida 6 oy siz bilan birga bo'lgan. Ya'ni bir oy $200 topdingiz, 3-oy hech narsa topmadingiz, 4-oy yana qanchadir summa topdingiz va odamlarga bilim berishni boshlay olmaysiz. Agar sizda как minimum 6 oy stabilность, ya'ni doimiylik bo'lsa, sizni daromadlaringizda doimiylik, sizni sistemangiz kamida 6 oy ishladi. O'shandagina siz boshqa odamlarga bilim bera olasiz. Va 5-inchisi, siz o'sha bilasiz qanaqa qilib sizni yo'lingizni boshqalar qaytara oladi va xuddi siz chiqqan natijaga chiqa oladi.
2 yil ichida siz o'zingiz tushasiz, ko'tarilasiz. Oxirgi 6 oyda sizda уже stabilность, ya'ni doimiylik bo'ladi. Постоянный rezultat, zo'r ishlaydigan sistema yaraladi va kamida o'sha sistemangiz 6 oy ishlagandan keyin siz уже tushunib yetasiz, что mana shu sistema bo'ldi ishlaydi va siz bilim bergan odamlar mana shu sistema bo'yicha hamma narsani qiladigan bo'lsa, определенный natijaga erisha oladi. Manda SMM mobilografiyada o'qiyotgan studentlar darsda 0 dan boshlab to darsi oxirigacha прям пошаговый instruksiya berilgan. Mana shu пошаговый instruksiyani bajarib, har bitta oxirigacha bajargan studentim natijaga erishadi. Daromadga chiqadi, klientlar oladi, shaxsiy brendini rivojlantiradi, biznesini rivojlantiradi. SMM va mobilografiyada определенный man chiqqan natijaga chiqa oladi. Mana shu sistema sizda bo'lishi kerak boshqalarga bilim berishdan oldin. Keyingi zapusk uchun muhim narsa, qachon siz o'zingizni kurslaringizni ocha olasiz. Professionalizm bo'yicha ko'rdik 2 yil. Mana shu 2 yil davomida siz parallelni o'zingizni shaxsiy brendingizni rivojlantirib kelasiz va sizni Instagramingizni axvatlari bo'lishi kerak. Chunki har bitta axvat bu prodaja degani. Kichkina zapusklar uchun sizni stories prosmotrlaringiz kamida 150 ta odam bo'lishi kerak. Bu kichkina zapusklar uchun. Sredniy zapusklar uchun sizni stories prosmotrlaringiz kamida 400 ta bo'lishi kerak. Stories axvatlaringiz. Va takoy yaxshiroq, kattaroq zapusk uchun sizni stories prosmotrlaringiz kamida 1000 ta bo'lishi kerak. Axvatli deganimda men Instagramni storieslarini nazarda tutdim. Bizada har xil показатели bo'lishi mumkin. Kimdirlar faqat Telegramdan zapuskatsiya qilishi mumkin. Kimdirlar YouTube videolari orqali zapuskatsiya qilishi mumkin. Strategiyalar har xil. Bitta Instagramni misolida ko'rib chiqdik hozir. Storieslarini faqat более подробныйroq darsli yozishga sizlarga harakat qilaman. Hamma bilimlarimni beradigan. Keyingi foydali videolarimiz sizlarga chiqishi uchun обязательно подписка va like bosib qo'ying va bu soha haqida вообще eshitganmisiz? Balki shu soha egasidirsiz yoki shu soha egasi bo'lmoqchimisiz? Qaysi biri sizga to'g'ri kelyapti? Kommentariyda yozib qoldiring. Auditoriyamiz kimligini biz ham bilaylik.